Futbol tarixidagi eng tezkor zarbani Ronaldo, Roberto Carlos yoki hatto Valverde emas, balki siz ehtimol ismini umuman eshitmagan futbolchi yollagan desam ishonasizmi? Ko'pchilik raketa zarbalari bilan tanilgan o'sha mashhur yulduzlarni eslaydi, lekin bu zarba ularning barchasini oddiy holatdek ko'rsatib qo'yadi. Zarbani ko'rgan zahotiyoq nima uchunligini tushunasiz. U to'pga shunchaki zarba bermaydi. To'p xuddi zambarakdan otilgandek uning oyog'idan portlab chiqadi va bugungi kunda ham u futbol tarixida qayd etilgan eng tezkor zarbalardan biri bo'lib qolmoqda. Uning tezligi aql bovar qilmas 210 km/soatga yetgan. Sharhlovchilar dastlab hatto reaksiya ham bildirishmadi, chunki hech kim hozirgina nima sodir bo'lganini anglab yeta olmagan edi. Darvozabonda esa uni qaytarish uchun mutlaq hech qanday imkoniyat bo'lmadi. Bu dahshatli zarbani jahon yulduzi emas, balki imkonsiz raketalarni uchirishga qodir, o'ng oyog'i halokatli bo'lgan deyarli hech kim tanimaydigan yarim himoyachi yollagan. Siz bu futbolchini taniysizmi? Agar bilsangiz, demak siz haqiqiy futbol muxlisisiz. Uning ismini izohlarda yozib qoldiring va yaqinda bo'lib o'tadigan o'yinlarni jonli efirda qotishlarsiz tomosha qilish uchun PV Sport Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.